Assalomu alaykum. Biz har kuni elektr energiyasidan foydalanamiz. Lekin tok hamisha ham jim ishlayvermaydi. Ba'zan hisoblagich orqali u bizga xatolar tilida gapiradi. Displeyda yozuvlar chiqarib turadi. Mana masalan, error 0. Bu yaxshi xabar. Hammasi joyida, xato yo'q. Ogohlantirish ham yo'q. Qisqasi, tinchlik. Ammo error 1 chiqdimi, demak, hisoblagichning korpus qopqog'i ochiq. Ya'ni kimdir aralashgan bo'lishi mumkin. Error 2 esa qichqishlar bloki qopqog'i ochiqligini ko'rsatadi. Bu ham xavfsizlikka daxldor signal. Eng jiddiylardan biri error 3. Bu tokning teskari yo'nalishda ketishi. Oddiy qilib aytganda, hisoblagich men aldanyapman deya ogohlantirmoqda. Error 4 da faza yoki neytral bo'yicha toklar mos kelmaydi. Bu esa ulanishda muammo bor degani. Error 5 magnit maydoni ta'siri, ya'ni tashqi aralashuvda shubhalanmoqda. Hisoblagichda kuchlanib masalasi ham chetda qolmagan. Error 6 kuchlanish me'yordan yuqori. Error 7 me'yordan past. Agar error 8 chiqsa, demak quvvat chegarasi oshgan. Error 9 faza simlari noto'g'ri ulangan. Error 10 yuklama bilan boshqariladigan relay uzilgan. Error 11 neytral ulanmagan va nihoyat error 22 aloqa moduli olib tashlangan. Hisoblagich shunchaki qurilma emas, u nazorat qiladi, ogohlantiradi va xatolar orqali muammo bor deb xabar beradi. Bu xabarlarga befarq bo'lmaslik, xavfsizlik va adolatli hisob-kitob garovidir. Salomat bo'ling.